Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man wala. Amma ba'd. Hayotingizda birinchi o'rinda turuvchi ko'rsatuv qaysi? Har kuni turli xil ko'rsatuvlarni muntazam ko'rib borishingizni bilaman, lekin aynan qaysi biri boshqalarga qaraganda ko'proq ta'sirot qoldirgan? Bunga javob berish uchun tadqiqotlar o'tkazdik va ma'lum bo'ldiki, tomoshabinga eng ko'p ta'sir qiluvchi ko'rsatuv uning hayotida biror narsani o'zgartiradigani ekan. Ba'zida bunchalik o'zgarishga atiga bir necha daqiqalik video lavha sabab bo'ladi. Bizning maqsadimiz ham aynan shudir. Ko'zlagan maqsadimizni amalga oshirish uchun 2 yildan ko'proq hozirlik ko'rdik. Bu davrda 10 ga yaqin uzoq o'lkalarga bordik. Yashash juda ham qiyin bo'lgan joylarda bo'ldik. Siz uchun Afrika sahrolaridan hayajon to'la holatlarni izladik. Bir paytlar mana bu yerlar ko'pchilik uchun hayot manbai bo'lgan. Subhanalloh, hozir esa batamom qurib bitgan. Qarang, hozir bu yerda zo'rg'a yurasiz. Siz bilan tropik o'rmonlarda juda ta'sirchan voqealarni ko'ramiz. Gohida tog'larga chiqsak, gohida daryolarda suzamiz va tuganmas ajoyibotlarga guvoh bo'lamiz. Mashinada 3 soatlik yo'lni bosib o'tgandan so'ng, hozir Chakarakzor markazida joylashgan qishloqqa kirib boryapmiz. Mana bu yerda yashovchi odamlar. Bu ayolning ko'zlari yaxshi ko'rmaydi, uning faqat bir ko'zi ko'radi, nargis ko'rmaydi. Bu nima? Ularning taomi. Ularning taomimi? Ha, u shuni yeydimi? Ha, shunday. Bu unga necha kunga yetadi? Bugunga va ertagaga, ya'ni 2 kunga. Ha, shunday. Xilma-xil sayohatlarda inson xayoliga ham kelmagan narsalarga guvoh bo'lar ekan. Mashinada Afrika sahrolari bo'ylab 6 soatcha yurdik. So'ngra banogoh yayov yurgan 2 qizaloqqa ko'zimiz tushdi. Qayerga ketyapti deysizmi? Maktabga. Maktabga? Ular ertalab yo'lga chiqib, maktabga borguncha 1,5 soatlar mobaynida xatarli va kimsasiz joylardan o'tib boryaptilar. Ularda bu sabr hissini kim uyg'otdi? Hali o'zingiz guvoh bo'lasiz. Nigeriya Respublikasi. Qishloqlardan o'tib borar ekanmiz, odamlar bir chuqurlik atrofida to'planganini ko'rdik. Yuzlarcha inson navbatni kutib turardi. Nimaning navbatini kutyapti? Bu chuqurlikning ichida nima borligini ko'rish uchun pastga tushdim. Tasavvur qila olmaysiz. U yerda suv bor ekan. Bu odamlar qattiq qurg'oqchilik sababli ertalabdan beri navbat kutmoqdalar. Endi buning muqobilida bu qishloqdan 900 kilometr uzoqlikdagi joyga bordik va buning aksini guvohi bo'ldik. Bir qishloq bo'lib, daryo toshib uni batamom vayron qilgandi. Birgina bino buzilmay qolgan. U ham bo'lsa Allohning uyi. Ha, masjid buzilmay qolgan. Biz ular bilan o'z qo'llari ila qilishlari mumkin bo'lgan bir loyihani amalga oshirdik. Agar buni amalga oshirsalar, har bir oila nafaqat buzilgan uylarini, balki har 4 oyda yana 3 ta uy qurishlari mumkin. Bir necha yillardan keyin bu yerda nimalar bo'lishini tasavvur qilavering. Yamanga bordik. U yerda yosh va qari qot o'simligiga ruju qo'ygan ekanlar. Hozir biz Yamanning Taiz shahridamiz. Hamma tog'larga qot ekib tashlangan. Ammo biz ularga bir fikr berdik. Qot yetishtiruvchi 5 fermer qot yetishtirishni to'xtatadilar. Qotni dalalardan chiqarib yoqadilar. So'ngra o'rniga qahva daraxti, jo'xori, bug'doy kabi pokiza o'simliklarni ekadilar. Bularning bari qanday amalga oshdi? Subhanalloh, oddiy bir fikr bo'lgandi xolos, uni hali aytib beraman inshaalloh. Kambodjaning asosan musulmonlar yashaydigan qishlog'iga borganimizda kulbalarning biriga kirdik va bir kampirni uchratdik. U yura olmas va kulbadan chiqmas ekan. Odatimizga ko'ra bir qishloqqa borsak, odamlarga va'z nasihat qilib ularni islomga chaqirar edik. Ammo bu ayol esa bizga pand nasihat va maslahatlar bera boshladi. U shunday so'zlarni aytdiki, operatorni ham, tarjimonni ham yig'latdi. U hammamizni yig'latdi. U nima dedi? U Alloh uning gunohlarini kechirishini so'rayapti. U har kuni yuzlarcha marotaba tasbih, takbir, tahlil aytar ekan. Ya'ni Allohning roziligiga erishish uchun. Somalining qishloqlaridan o'tar ekanmiz, o'zining butun boshli oilasi bilan 5 ga 4 metrlik kulbada yashovchi bir kishini uchratdik. Yanada qiziq tomoni, bu kulbada yashovchi oila a'zolarining soni 11 kishi ekanligidir. Allohga qasamki, ichkarida 5 daqiqa turishning o'zi mashaqqat. 10 yillab yashashni esa asti so'ramang. Aytgancha, biz yana bir kishini uchratdik. Uning ota-onasi ham bor. Bir kulbada jami 13 kishi yashar ekan. Oilaning otasi aytadiki, men o'zim dunyodagi eng baxtli insonlardan deb sanayman. Bu baxtning sirri nimada? Nima uchun u hayotdan bunchalar xursand? Buni bilganingizda aminmanki, hayotingizda nimadir o'zgaradi. Biz kuchli shamollar esib turgan bepoyon yalangliklardan borar ekanmiz, 100 yoshdan oshgan bir kampirni uchratdik. U boshpanasiz ochiq sahroda yashar edi. Bolalari undan uzoqda ekan. Biz ularni topib, uning oldiga olib keldik. Shunda uning holatiga bir boqing. Assalomu alaykum.
Shuningdek, nikohidan 3 kun o'tar o'tmas qamalgan yigitni uchratdik. Kuyov bola asal oyini zindonda o'tkazmoqda. Biz uni ozod qilganimizda nimalar bo'ldi? Biz o'g'li qamalgani uchun 4 yildan beri ko'z yoshi to'kib kelgan keksa onaxon bilan suhbatlashdik. Yaxshimisiz, xolajon? Shu payt kutilmaganda o'g'li kirib keldi. Ozod etilgan erkin holatda. O'shanda u qanday ahvolga tushdi ekan? Hurmatli tomoshabin, e'tibor qiling, diqqat qiling. Siz televizordan ko'radigan kino seriallardan balki ta'sirlanarsiz, lekin u aktyorlik mahsulidir, boshqa narsa emas. Ammo biz sizga taqdim qilmoqchi bo'lganlarimiz haqiqiy hayotiy voqealardir. Sizga qachonlardir bo'lib o'tgan voqealarni hikoya qilmayman. Balki siz bu voqealarni men bilan birga lahzama-lahza yotig'i bilan ko'zlaringizda ko'rasiz. Bir sayohatda bo'ldim. U hayotimdagi eng ajoyib va go'zal saboq bergan sayohat bo'lgandi. Tasavvur qiling, xaroba kulbada yolg'iz va shol bo'lgan keksa onaxon yashaydi. Uning o'g'li bor-u qayerdaligini bilmaymiz. Keyin bilsak, u oq bo'lgan ekan. U kulbaning yaqinida ulkan 2 qavatli uyda yashar, uning mashinalari uy tomorqasi bo'lib, kulba bilan uyi orasiga tikonsimli to'siq ham qo'ygan ekan. Onaxonning aytishicha, o'g'li uzoq vaqtdan beri kelmagan, hatto qachon kelganini eslay olmaydi ham. U betobligidan bizdan shifoxonaga olib borishimizni iltimos qildi. U bizdan iltimos qilyapti. O'g'li esa uni tashlab qo'ygan, hatto undan xabar ham olmaydi. Men uning oldiga kirishga harakat qilaman. Shoyat uni onasiga g'amxo'rlik qilishga ko'ndira olsam. Allohga qasamki, uning uchun qo'rqyapman. Allohga qasamki, uning uchun qo'rqib ketyapman. Alloh hali uni nima qiladi, bilmayman. Onaxon bizga shikoyat qilishni xohlamadi. Shunda ijodiy guruhimiz bilan uning o'g'liga maslahat berish uchun uyiga borib, eshigini qoqishga kelishdik. Ammo biz uning bu ishimizga bo'lgan munosabati qanday bo'lishini bilmasdik. U yerlarda qurol keng tarqalgan bo'lsa, bizni qanday qarshilashi mumkin? Nima deb o'ylaysiz, u bizga qanday javob berdi? Onaxonning hayotida o'zgarish bo'ldimi? Men xohlardimki, siz bu voqeani har bir lahzasini kelasi halqamizda sizning ko'rsatuvingiz eng yaxshi sayohatda men bilan birga yashab ko'ring.